Assalomu alaykum aziz muxlis. Shahlo turmush o'rtog'ini ommaga ko'rsatmasligi sababi haqida gapirdi. Komik aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Shahlo Zoirova telekanalga bergan intervyusida shaxsiy hayoti, ijodiy faoliyati va yoshligidagi qiyinchiliklar, sahnaga qadar bosib o'tgan yo'li va oilaviy baxti haqida gapirdi. Shahlo Zoirova Toshkent davlat axborot texnologiya universiteti qoshidagi akademik litseyni tamomlagan. Mutaxassisi esa matematika va fizika bo'lgan. Biroq do'stlari uning san'atga bo'lgan moyilligini ko'rib, bu yo'nalishni tanlashga undagan. U fizika yo'nalishiga tavakkal qilib hujjat topshirgan va birinchi o'rin bilan grant asosida o'qishga qabul qilingan. O'sha vaqtdan boshlab unga omad kulib boqqan, ammo yo'l oson kechmagan. Uyga qaytish uchun avtobusga pul topmas edim, yotoqxonada qolar edim. Shahlo Zoirova katta farzand sifatida oilasiga moddiy yordam berishga majbur bo'lgan. U hatto avtobusga pul topolmagani uchun talabalik yillarini yotoqxonada o'tkazgan. U bozorda pirojki sotgan, farroshlik qilgan, ofitsiantlikdan kassirlikka o'tgan. Bu jarayonlar esa uni kuchli, mehnatsevar ayolga aylantirgan. Shahlo Zoirovaning turmushga chiqqani 12 yil bo'ldi. U turmush o'rtog'ining doimiy qo'llab-quvvatlashi sabab san'at sohasida o'z yo'lini topa oldi. Meni mashhur bo'lish orzum uchun qo'llab-quvvatlagan inson turmush o'rtog'im. Sening orzularing ko'p ekan, lekin hammasini asta-sekin bo'ladi degan. Menga prodyuserlik qilgan ham aynan turmush o'rtog'im. Birinchi uchrashuvimizda qo'shiq aytib berganman. Rosa ko'p qobiliyatlaring bor ekan. Buni hammasini ko'rsatish kerak degan turmush o'rtog'im. U birga yashash, kelinlik vazifalari va sahna faoliyatini qanday uyg'unlashtirgani haqida so'z yuritar ekan. Har bir oilada kelin qaynona o'rtasida kichik tushunmovchiliklar bo'lishi mumkinligini tan oladi. Ammo sabr va hurmat bilan vaziyatlarning eng katta kaliti, deydi Shahlo. Chunki yoshligida ota-onasi aktrisaga doim sabr qil, og'zingni yum, jim deb o'rgatgan ekan. Qaynonamni birinchi ko'rganimda rosa o'zimga o'xshatganman. Bizni ko'rganlar ham menga rosa onangizga o'xshar ekansiz deganda, qaynonam bo'ladi deb aytar edim, deydi aktrisa. Bugungi kunda Shahlo Zoirovaning yutuqlari aynan o'sha og'ir kunlari egallagan sabr, mehnat va qat'iylik mahsulidir. Shahlo Zoirova kasbi taqozosi bilan doim omma e'tiborida ekanligi haqida gapirdi. Ertalab chiroyli kiyinib chiqamiz, kechga borib bosh og'rib qoladi. Turmush o'rtog'im kamroq odamlar orasiga chiqaylik. Biz haddan ortiq chiroyli oila ko'rinamiz. Nazar, ko'z degan narsa bor deydi. Mashhurlik bilan birga keladigan muhokamalar, noto'g'ri talqinlar Shahloni hech qachon tushkunlikka solmagan. U bu holatlarni tushunib, sabr bilan qarshi olganini aytdi.